Ertaklar qishlog'ida qadim zamonlarda bir ixtiyorli qiz yashar edi. Uning ismi Gulchahra edi va u butun shaharga mashhur bo'lgan go'zalligi bilan ma'lum va mashhur edi. Uning ipakdek silliq sochlari, yulduzdek porloq ko'zlari bor edi. Ertaklarda yashadigan jodugarlar singari Gulchahraning ham o'z tuyg'ularini ifoda etadigan so'zlari ko'p edi. Bir kuni Gulchahra osmoni bulutlar bilan qoplanib, yashil vodiylar o'sha uzoq safarga chiqdi. U ko'p vaqtdan buyon hech kim bilmagan mo'jizaviy ertaklar malikasi bog'iga safar qilishni orzu qilardi va bugun nihoyat uning orzusi amalga oshdi. U bu g'aroyib hududda ko'rib bo'lmagan ranglar va narsalar bilan to'ladigan g'ayrioddiy landshaftni ko'rishga asoslangan edi. Bog'ning kirishida yovvoyi gulzorlari, baland daraxtlar va bepoyon daryolarga qarab Gulchahra qadam tashlay boshladi. O'rmonning o'rtasida burchakda yashirin qasrning eshigini ko'rganda unutilmas hayrat bilan to'ldirildi. Gulchahra ehtiyotkorlik bilan kelib, eshikni ochdi va ichkari kirib ketdi. Har bir burchakdagi ustunlar va devorlardagi chiroyli naqshlar bilan bezatilgan qasr hayratomuz ko'rinar edi. U yerda xuddi ko'z o'ngida harakatlanuvchi rasmlardek qiriq chiroqlar yonganini ko'rdi-da, qiyinchilik bilan hayratlandi. Shunday qarash o'sha qasrning ichida yashovchi malika haqidagi hikoyani eshitganday edi. Malika faqatgina afson va donolik bilan qasrni boshqarardi. Gulchahrani o'ziga jalb qildi odamlarga o'xshamagan rostgo'y xulqi. U shunday malika edi. U faqatgina qasrga kelgan hech bir mehmonni uyidan siqilib ketmasin deb o'z yumor bilan har bir mehmonni xursand qilib yuborardi. Gulchahraning haroratli ko'zlari malikani ko'rganda, u darrov unga ko'zini uzata olmay qoldi. Malika guldek hurmat bilan chehrasidagi mehrni sezib, muvaffaqiyat bilan unga javob berdi. Malika so'zladi: "Sen 7 mamlakatning eng go'zal xushbo'y gulisan, Gulchahra. Sen baxtli bir ilhomsan." Uning tovushi marom aylangan sadafdek go'zal kular edi. O'sha kun davomida Gulchahra va Malika birga sayohat qilib, uchayotgan qushlarni kuzatish, yorug' vodiylarni tomosha qilishdi. Gulchahra Malika bilan tabiatni kashf qilishdan maza qildi. Osmonning raqamlari bilan bezatishni, vodiyning yashil ranglari soyasini o'rganish. Ular quvonchli suhbat qildilar, kulgi va hikoyalardan zavq olishdi. Bog', qasr va malika bilan ko'rishgan kunning oxirida Gulchahra butunlay o'z qahramonlikni his qildi. U doimiy ravishda bog'dan xush kelibsiz mehmon sifatida Karibga yurdi. U bu go'zal joyning do'stligi va yaqinligini his qildi. Bir vaqtlar minglab ertenlar haqida orzu qilib, uning o'zi ertenlardan biriga aylanib qolganga o'xshardi. Ertaklar malikasi bilan ajralishda Gulchahra hayotida yangi ma'no topdi. U bog'ning chetida xayr deganda, malika yuqori ovoz bilan uni ruhlantirdi. Keladigan kundan esda qolsin, hayot ertasidan go'zal va haqiqatdan ajoyib. Gulchahra ko'zlarini yumdi-da, lekin yuragi quvonch va umid bilan to'ldi. U yashashni, sevinchning vaqtincha emas, balki umrbod ekanligiga ishongan holda, hayotining har bir damini qadrlashni yaxshi ko'rgan bo'lar edi. Gulchahra yo'lda qaytishda yomon kuzatib olingan o'rmonning to'liq quchog'ida yana yangidan tug'ilganini his qildi. Malikaning donolikdan to'laqonli bo'lgan so'zlari va bir-biriga mohib bo'lib igna bilan tikilgan ertasining qudratli tasviri Gulchahraning qalbiga joylashdi. Endi u hayotidan butunlay baxtli edi. Chunki u yuqozoridagi janglardan, chap qoldirilgan hayratdan va aholisiz sukunat boshlaganidan ruhoniy hayolatlar chiqarib bilgan va o'zini chiroyli bir hikoyaning adabiy qahramoni sifatida ko'rganda yashamoqdadiz.